Albatta chiqib kelmoqda maydonga. Assalomu alaykum aziz futbol ixlosmandlari. Chempionlar Ligasi navbatdagi biz uchun yangi markaziy uchrashuv bo'lib aytilayotgan Manchester City hamda Real Madrid uchrashuvi. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov bugungi uchrashuvda asosiy tarkibda maydonga tushadi. Ko'rib turganingizdek, Allohu akbar. Albatta Manchester City jamoasi bugun comebackni amalga oshiradi. Ekranlaringizda O'zbek kombayni. Ko'ramiz bugun Viniciusni qanday ahvolga solarkan mana bu O'zbek o'g'loni. Madridning futbolchilariga ehtiyot bo'lishini o'yin boshidan eslatib qo'ymoqchiman. Do'stlar, o'yin boshlanishiga sanoqli daqiqalar qoldi. Chempionlar Ligasining eng markaziy uchrashuvi deb aytilayotgan Madridning Real klubi hamda Manchester City Etihad Stadium. Dami gospodar 45 nomer. Uzbekistan защитник Abduqodir Husanov. Ladies and gentlemen, number 45 from Uzbekistan, Abduqodir Husanov. Assalomu alaykum aziz futbol ixlosmandlari. Navbatdagi markaziy uchrashuv Chempionlar Ligasi. Mahalliklar bugun o'z maydonida Real Madridga qarshi maydonga chiqib keladi. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov bugun comebackni amalga oshiradi albatta. Hamyurtimizga bugungi o'yin omad tilaymiz. Chiroyli va mazmunli o'yin ko'rsatib, butun dunyo futbol mutaxassislarini yana bir bor lol qoldiradi. Siz va biz qo'llab-quvvatlaymiz albatta. Bugun maydonga Britaniyaning turli xil shaharlaridan juda ko'plab o'zbek vatandoshlarimiz yetib kelgan, albatta Abduqodir Husanovni qo'llab-quvvatlash uchun. O'yin esa boshlanmoqda. Bosh hakam o'yinga start beradi hozir. Bu esa Qirollik klubi. Ko'ramiz bugun Manchester Cityga qarshi Etihad Stadiumda nimalar qila olishini tomosha qilamiz. Maydon esa har doimgidek lim-molim. Albatta boshqacha bo'lishi mumkin ham emas, chunki bu markaziy uchrashuv.